Bazis darsli blokimizni 3-qismi, ya'ni birinchi blok 3-qismi bo'lyapti. Birinchi blokda sizlar umumiy bazisda ishlashni aniq o'rganib olasizlar. Presetga hammasigacha o'tamiz. Davom etamiz. Putik faylimda mana настройки, putik faylimda to'xtagan edik. Nega shu joyda aynan to'xtatdi va nega bunga alohida darsni boshidan boshlaymiz deganim. Qaranglar. Birinchi bo'lib putik faylim deganda bu teksturalarimiz, ishlayotgan fayllarimiz, fragmentlarimiz va hokazolar uchun bizga kerak bo'ladigan papka. Men nima ish qilaman? Mana dokumenti papkasi bor, bu yerda bazis papka bor. O'zi bazis ichida shu papkalar bor. Fragmenti, furnitura, boshqa misol uchun. Lekin uni tashqarisida men bunaqa qilaman. Aytaylik, papkalar son minta bo'lib ketadi. Son minta bo'lib ketganda tepasida turish uchun, bitta kirganda topib olish uchun, ochayotgan topib olishlar uchun men shaxsan o'zim shu o'rganganim, xuddi mana shunaqa boshiga reshetka qo'yaman, tagiga pastiga chiziq qo'yaman-da. Aytaylik, tekstura. Tekstura deb yozaman. Keyingisi xuddi shunaqa qilamiz-da. Dokumenti. Aytgandek, papkani ushlab turib F2 knopkasini bossanglar, nomini o'zgartiradigan darajaga keladi. 2 marta bosganingizda kirib ketayotgan bo'lsa. Davom etamiz. 3-si. Furnitura. To'rtinchisi. Sizlar o'zingizga qulay darajada qilishingiz mumkin. Furnitura, fragment, dokument, tekstura. Misol uchun teksturaning ichida biz ishlatadiganlarimiz aytaylik. Ultra dekor. Keyingisi. Eger. Keyingisi kashtan bor. Undan keyingisi yana ishlatadiganlarimizdan. Tak, KS Lux bor. Misol uchun KS Luxda bizda mediator. Islomadim, KS Lux deb yozib qo'yamiz. Shu KS Luxga keyinchalik popka qilamizda. Shundan chiqaramiz. Va yana nima bor biz ishlatadigan? Swiss Chrono bor. Swiss deb nomlanadi, o'sha Swiss Chrono nomaqasini oti. Undan tashqari menda nomlanadigan Местный deb nomlayman. Craftwood bor, Starwood bor, boshqa hammasi shu popkaning ichida alohida popka qilib qilinadi. Men buni qilayotganim teksturalarni ajratishga. Ertaga bizga kerak bo'ladi, hozir ham ko'rsatib chiqaman. Keyingi darsda ko'rasiz to'g'riroq. Fragmenti. Mana fragmentlarda kerak payt papka ochamiz. Misol uchun oshxona bazalari, shkaf bazalari yoki modullari va hokazo. O'zimizga kerakni ochaveramiz. Xuddi shunaqa furniturada misol uchun Bloom bor, Highgold bor va hokazo ketaveradi, o'zini papkasining ichiga solaveramiz keyinchalik. Yana настройкаga qaytamiz, parametri, putik faylim bor. Birinchisi mana modeli. Bu bizning ishlaydigan papkamiz. O'sha saqlaydigan, boshqa qiladigan asosiy dokument degan papkamiz bor. OK bosamiz. Ya'ni dokument ochamiz deganimizda mana shu papka orqali ishlaydi o'zi, avtomat ishlashni boshlaydi. Chertyojlar. Chertyojdaga ham bitta papka qilamiz. Kamdan kam ishlatasizlar menimcha bu papkani-yu, lekin bu ham alohida bo'lgani yaxshi. Chertyojlar. Men kirilchada yozaman, chunki programma o'zi ham kirilcha, ertaga adashmaslik uchun bitta harfda bo'lgani yaxshi. Buni ochamiz. Chertyojlar. Biblioteka dokument. Mana bitta. Modelga qilib qo'yaman. Men modelda ham turaversin hech qisi yo'q. Biblioteka dokumentov. Bu yerda adashdim, to'g'ri, modelida turadi. Keyingisi biblioteka dokumentov. Bu biblioteka dokumentovda BLF fayl bo'ladi. Bu chertyoj chiqarishidan oldin dokumentni saqlaydigan joy. Bunga ham ochib qo'yamiz. Biblioteka deb.
Bu yerda kerak bo'lib qolsa boshqatdan fayl o'chirib yuborgan bo'lsanglar ham bibliotekada faylni ma'lumoti qoladi chertyoz chiqarish uchun. Biblioteka. Chertyojni ham men kam ishlatasizlar deganimiz sababi chertyoj chiqarayotganda ko'pincha biz mijozni papkasini ochamiz va shu papkaga saqlaymiz. Ko'rdinglarmi? Nechta papka bo'lishidan qat'iy nazar qo'shimcha papkalar ochamiz. Sizning bazis narsalaringiz eng tepada turadi. Davom etamiz. Bunga biblioteka qilamiz. Ya'ni bazis papkasiga bo'lmasam qiladi-da, bazis papkasida biblioteka ko'payib ketadi. Ya'ni bibliotekaning fayllari ko'payib ketadi, bir talik son mingta bo'lib ketadi. Shkaf, misol uchun shkaf modulini ishlatsanglar, bazis shkafi aynan shu modul uchun moslangan papka qilib berasizlar. Shablonlar, templates. Bu misol uchun shablonlar qachon ishlatiladi bizga? Mana bu knopka bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, ichida ko'rsatyapman. Shuni ichida frezalar turadi. Frezalarga shablon berishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ethereumda tushgan freza, fasadga o'yiladigan boshqa. O'shalar shabloni bo'ladi. Ya'ni o'yish uchun qanaqa darajada chiqish. O'sha narsani o'zimiz chizib, o'zimizni saqlanib qiladigan papkamiz bor. Bunga ham shu joyga tashqariga chiqarib qo'yamiz. Bazis papkasining ichida narsa ko'paytirmasdan. Shabloni papkasiga kiramiz. Fragmentlar. 2D fragmentlar bor va 3D fragmentlar bor. Anaqada ikkalovini bitta papkaga to'g'rilab qo'yganimiz ma'qul. Bitta papkada o'rgani ham bo'ladi. Asosiy ishlatadigan yerlar 3D fragmentlar bo'ladi. Va config fayl konfiguratsiyalar. Fragmenti furnitura qaranglar. Furnitura. Adashdim. Furnituraga qilamiz. Hamma furniturangizni mana yonida chiqarib olasiz furniturani va o'sha papkadagi bor furniturani hech qaysi papkaga o'tib ketmasdan ko'rsatadi. Skriptlar o'zi qovurish kerak. Bazis ichida skript papka qoladi. Biblioteka yashikov bu ham mana bu yerda o'zida yashik yasasa bo'ladi-da. Bazisda deyarli lekin oxirgi paytda ishlatilmayapti. Oldin ishlatilgan o'sha furnituralarni prisatkasi bo'lmagan paytlar, ruchnoy qo'yilgan paytlar shunchaki shuni o'zida tayyorlab qo'yilgan, skriptiga yoki oddiy sharikoy salaskaga moslangani tayyorlab qo'yilgan va shundan ishlatilgan. Bu bazis papkasi o'zida turibdi, hattoki o'zining papkasi ham yo'q. Hozircha bunga kerak emas. Biblioteka dveri, eshiklar biblioteka, bu ham bizga kerak emas. Baza materiali mana muhimi. Baza materiali qayerda bo'lishi kerak. Buning uchun baza materialov. Baza materialov, mana bundan nima teksturada nima farqi bor? Baza materialov shu sizlar ishlagan baza materialovni umumiysini saqlaydigan joyi. Umumiysini saqlaydigan joyi bo'ladi va bunga saqlanib qilgandan keyin, hozir ham saqlanib qilgandan keyin ko'rsatamiz. Baza materialov. Adashib qolmasligingiz uchun mana bunga o'zining fayli bor. Shunga mashq papkaga saqlaganimizdan keyin ko'rsatsak bo'ladi. Lokalniy put va hokazo. Proyektlar bular hozircha kerak emas. Tekst va dokumentlar ham ortuvchi kerak emas. Tekstura mana. Teksturaga, ya'ni tekstura deb ochgan papkamizni ko'rsatamiz. Bittarsini aytib qo'yishim kerak, yo 5 ta yo 6 ta darsimizda faqat nastroyga, faqat tayyorlanishga ketadi ish boshlashdan oldin. Shuning uchun tayyor turinglar va iloji boricha ko'p narsani o'tkazib yormanglar. Import export. Import export qilganimizda bu papkaga tegmaymiz, chunki har xil joyda bo'lishi mumkin.
aytaylik 3D da yasalgan obj fayl bo'ladi. Object. O'sha faylni bazisga tushirmoqchisizlar. Bir xil paytlar bo'ladi, rakvinalar bo'ladi, tayyor har xil narsalar aytaylik, qo'shimcha o'sha chizgan narsangizni yoniga qo'yadigan gulmi, boshqa va hokazo bo'ladi. Prosta shu proyektingizda yo kerak bo'ladi, yo chiroyli ishlatasiz. Shunaqa payt import exportda import qilib bazis ichiga tushirayotganingizda qattanligini ko'rsatishingiz kerak va o'sha popkaga kirib qo'yib yurmasligingiz uchun bor popkasidan olib ishlatsangiz bo'ladi. Shuning uchun bunga popka shart emas. Papka programma bo'lim qaranglar, eng qiziq joyi. Bo'limni o'zini papkasi bor va programmasi bor. Programmasi orqali qilgan ishinglarni ertaga aytaylik, qanaqadir box qildinglar, o'sha yoqqa bo'limni qaysidir furniturasini prisatkasini qo'ydinglar. Agar shu programma ishlatadigan bo'lsangiz, shu programmasini shu yerga ko'rsatib qo'yasizlar. Ya'ni bo'limni o'zini programmasida bazisga hammasi integratsiya qilib o'tkazsa bo'ladi. O'zidagi o'tadi prisatka teshuvlargacha joy-joyiga tushib. Bundan tashqari fragmentlar ham bor. Bo'limga ularda ishlashni ham ko'rsataman va programmasini ham bo'lim kompaniyasi o'ziga boramiz, o'ziga ko'rsatib berishadi. Bunga alohida video qilamiz. Mana Dynaplan degani bor. O'sha katalog korpusi Dynaplan. Buni ham agar shu programma bo'lsa ko'rsatib qo'yasizlar, aynan korpuslarini. Smetalar. Smeta ishlatadigan bo'lsangiz, smetaga alohida popka qilasiz. Bu ham muhim, ertaga kerak payt bitada topib olishingiz uchun. Smeta olamiz. Buni ham smeta degan popkani belgilab qo'yamiz. Zayavkalar. Zayavka для складов menimcha 1-2% odam ishlatsa kerak. O'zbekistonda umuman ishlatsa agar. Raskroy fayllari. Bu ham qatdan olib qatga qo'yishi raskroy fayllari. Agar bazis raskroy ishlatib, bazis raskroy orqali zavodga yoki ishlab chiqaruvga beradigan bo'lsangiz, unda botga popka qilib xuddi shuni qilib qo'yasiz. Bizda unaqa emas. Biz fayl bilan beramiz, umumiy fayl bilan. Временный fayli boya aytganim, har 3 minutda ishlatayotgan fayllarni saqlashni boshlaydi. Bu автосейв deyiladi. Bazis so'zda автосейв popka bor. Buni men oddiy holatda bu yoqqa chiqarib qo'yaman, topish osonroq bo'lishi uchun. Ya'ni bittada dokumentning ichidan topiladi. Avtosaqlanение. Shuni ichida turaveradi, ya'ni bazisi umumiy popkasida. Aytaylik, bazisi boshqatdan qo'ydinglar. Va shunaqa bo'ldiki, bazisi umuman popkasi o'chib ketdi. Shunda tekstura hamma narsa o'chib ketadi. Shuning uchun muhim narsalarni tashqariga chiqarib olish kerak. Tak. Shablon отчет bularga shart emas. Bazis metan shablonlari. Bular unaqa важный narsa emas. Bularga alohida popka qilish shart emas. Bo'ldi, применить bosdik. Bo'ldi, popkalarimiz bilan ishlashni boshlaydi. Qaranglar. Открыть. Открыть. Ko'rdinglarmi, qaysi popkada paydo bo'layotgan? Avtomat o'zi dokument popkasi paydo bo'lyapti. Bu yerda aytaylik mana. Misol uchun Dilorom opa deb yozamiz. Mana mijoz nomlar. Opa. Misol uchun Sergey aka. Bo'ldi. Bu ya'ni mijozli popkalari, shu popkadan ishlayveramiz. Chiqib ketmay, escape bosib. Xullas ochganinglarda o'sha o'zingizga kerak popkadan ochib beradi. Saqlanib qilaman deganda ham aynan shu popkani ichini birinchi bo'lib ko'rsatyapti. Keyin xohlagan joyidagi chiqib saqlanib qilsanglar bo'ladi, ya'ni saqlasanglar bo'ladi. Dilorom opa, dars 1 mana. Bo'ldi. Shu joydan ochadigan bo'lsak, o'z to'g'ri borib mana Dilorom opani ochib beradi. Ya'ni shu faylni ishlatyapmiz, oxirgi o'sha mana shu popkani ichida oxirgi ishlatilgan popkani ko'rsatadi. Popkani. Va shu papka ichidan kerak narsani olsanglar bo'ladi. Agar boshqa papka bo'lsa, chiqasizlar, boshqa papkaga kirasizlar. Davom etamiz. Parametri. Расстановка позиций mana shu muhim joyi. Qaranglar. Стартовый номер расстановки 1 dan boshlanadi. Промежуток между номерами позиций разных групп элементов. Bunga 2 qilamiz. Включить иерархию расстановки позиций и обозначений. Qaranglar. O'zi ko'pincha mana bunaqa turadi, strogiy turadi. Обозначение degani
Detallar nomi bir xil bo'lishi mumkin, lekin обозначениядagi nomeri bir xil bo'lmaydi. Ayniqsa prisatkada va boshqada va detallar bilan detalyirovka qilayotganingizda o'shan bilan olsanglar bo'ladi. Aytinglar bitta fragmentinglar bor. Oshxona mebelini aytinglar o'sha moyka zonasi. Moyka zonasini alohida popka qilgansizlar, сборочный единица qilgansizlar va uni hamma fayli oti bir xil bo'lgan taqdirda ham обозначение nomeri bitta nomerdan boshlanadi. Aytinglar tor. O'sha tor nomerdan boshlangan hammasi shuniki bo'ladi yoki tor 01 yoki tor 0.1 hammasi shuniki bo'ladi. Tor 0.2 yonidagi blok bo'lishi mumkin va hokazo. Bu yerda strogi turgani yaxshi. Endi buni ishlamaslik hozir ko'rsataman. Количество символов обозначения сборочных единиц. Ikkita turgani yaxshi. Количество символов обозначения элементи bunga ham ikkita qo'yganimiz yaxshi. Ko'payib ketadi, juda uzun bo'lib ketadi. Hozir men ochib ko'rsataman. Сначала панели, потом покупные изделия, сначала покупные изделия, потом панели. Ya'ni sotib olinadigan izделияlar bor. Uni настройкасida kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, erta smeta berayotganingizda smetada chiqadi. Aytinglar, xuddi shunaqa sharikli salaska yoki petli ularni birinchi nomlaydi, keyin nimalarni, panellarni nomladigani aytaylik yoki teskarisi. Birinchi panellarni hammasini menga nomlab berasan, keyin bo'lsa sotib olinadigan narsalarni belgilaysan. Mana shu birinchisida turgani bizga qulayroq bo'ladi. Ya'ni birinchi berilgan nomerlar hammasi panellaringizga bo'ladi, qolganlari sotib oladigan narsalarga. Алгоритм расстановки позиций обозначения на детали. По порядку расположения элементов структуры. Mana strukturada ketma-ketlik bo'yicha qo'ydigani по материалу и объему детали. Yo'q, bizga elementlar strukturada ketma-ketligi qulay. Ya'ni popka qilib oldi. O'sha ketma-ket haftasiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deb ketadi. Точность сравнения параметров 0,01 emas, 0,1 yetadi bizga. Va bu yerda tak направление teksturы, teksturani yo'nalishi. Mana solishtirishi detallarni. Ikkita detalingiz bir xil bo'lib qoldi. Nomi ham bir xil, rasmlar, hamma narsasi bir xil. Shu joyda bu tekstura bo'yicha solishtiradi. Agar bir xil bo'lsa, bir xil nomer qoldiradi. Наименование paneli nomi bo'yicha kerak emas. Nomi bir xil bo'lishi mumkin. Bir xil deb ertaga nomerni ham bir xil qilib qo'ymasin. Hattoki bular hammasini olib tashlasangiz ham bo'ladi. Masalan, teksturani olib tashlash solishtirmaydi. Har bitta detalingizga o'sha teksturasi to'g'ri kelsa ham boshqa nomer berib chiqadi. Облицовка пластика, лицевая сторона. Ular solishtirmadi hamma hozir men. Atyosti, hech nimani misol pazini ham boshqani hech nimani solishtirmay. Aytinglar, sizda 10 ta bir xil tortma bor. 10 ta bir xil tortmangiz nomeri bir xil bo'ladi. O'sha nomerlar bo'yicha. Men hozir hammasini olib tashladim. Har bitta tortmamda, har bitta detalimda nomeri har xil bo'ladi. O'zingizga qulay variantini qilsangiz bo'ladi. Горячие клавиши. Botda mana bunaqa narsa bor. Hamma klavishi shuni o'zingizga moslab o'zgartirsangiz bo'ladi. Men ko'pincha klaviaturani ko'p ishlatmayman, kerak faqat funksiyalarni ishlataman. Qolgani mishkada menga qulayroq shu. Kimgadir klaviaturada tez bosib ishini bajargani ma'qul. Misol uchun bizda mana bu joyi men o'zgartirganman, ko'rsatib qo'yishim kerak. Tayyorlangan operatsiya. Sdvig поворот, mana Ctrl M turibdi. Buni men shunchaki M qilib qo'yganman. Ustiga bosasizlar, hech nimani o'chira olmaysizlar, lekin o'sha bosgan knopkaga ishlaydi. Va yana qayerdadir o'zgartirgan edim. Ctrl M qilgandan ko'ra meni bosish menga qulayroq. Analiz modeli juda muhim narsa. Bu yerda hech nimaga tegmanglar hozircha. Erta tushunmaganlarga o'zingizga moslab o'zgartirasizlar. Analiz modeli bu bitta narsani chizib bo'lganingizdan keyin analiz modelini yoqqaningizda qaysidir xatolarni ko'rsatib beradi. Aytinglar, bitta panelingiz ustma-ust tushmaganda sal ichiga kirib qolgan. O'shani ham ko'rsatadi. Mana bunda xatoyim bor deb. Qaysi joyda furniturangiz noto'g'ri tushib qolgan, ya'ni o'rtasiga emas, surilib qolgan, uni ham ko'rsatadi. Aytinglar, siz 16 lik ishlagansizda, orada 18 dagi qaysidir detalni o'zgartirgansiz. O'sha detalga mana prisatkasi joyiga tushmagan, ichiga kirib ketgan, ya'ni 2 mm kirib qolgan deb ko'rsatadi. 16 dan qolgan. Misol shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Так, установка схем крепежа фурнитуры. Так, qaranglar. Общий настрой проверять пересечение внутри фрагмента. Joylari to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi qo'yishdan oldin. To'g'ri kelmasa, fragmentni yanaqani qo'ymaydi furniturani. Настройки выравнивать начальный отступ, выравнивать конечный отступ. Bo'ldi, mana shu увеличивать стык до кратной длины shart emas. Bizga bergan parametrlar bo'yicha boshlanishi ham, tugashi ham bir xil bo'lsin deyapmiz. Qolganini sentrovka qilib yuboradi.
vizualizatsiya stikov. Цвет активный stiki. Ya'ni buni biz qulayroq rang qilib qo'yamiz. Aytaylik. Ko'k bo'lib tursin yoki undan ko'ra shu rozovoy bo'lsin-da. Ko'k bo'lsin mana. Aktivniy stik, neaktivniy stik va skriplen stik. Buni ish davomida hali biz fragment qo'yayotganimizda, furnitura qo'yayotganimizda ko'rasiz. Так, прозрачность выделенных деталей. 30, bu ham to'g'ri turibdi. Bo'ldi, qolgan narsaga tegmaymiz. Проверять соединение, проверять пересечение фурнитуры. Bu furnitura ustun tushib qolmasligi uchun tekshiradi. Furnitura bo'lsa, o'tga sizga furnitura qo'yaman deb ko'rsatmaydi shunda. Bo'ldi. Parametr skriptov. Hozir skript yo'q bunda. Shuning uchun bu yerda giblab qo'ysanglar bo'ladi, skript boshqa mashta ko'rsatadi. Shifrovание, kerak bo'lsa shifrovание yoqib qo'yasiz. Ya'ni sizni bajisingizda yasalgan narsalarni boshqa bajisda ochmaydi. Sizni shifrovaniyingiz bo'lgan hisobiga va qaytarib shu yasalgan bajisda ochishga majbur bo'ladi ishlatgan odam. Включить шифрование при открытии файла. Автоматически включить требуемые ключи. Xullas, shifrovание kerak emas bo'lsa, faylni farqi yo'q, bu odam ochursin desanglar, shifrovание yoqmaysizlar. Galchkan bossanglar yoqiladi, kerak bo'lsa, u yog'ini shu yerda ko'rsatadi. Mana. Bo'ldi. O'chirib qo'yamiz. Shabloni materialov, действия с шаблонами, загрузить, xullas, shablonlar. Bularni ortiq ishlatmaysiz. Ishlatadigan bo'lsangiz, keyinchalik o'zingiz qo'shsangiz bo'ladi. Import export. Bunga ham tegmaymiz. Bo'ldi. Shu bilan aynan programmani nastroykasi tugadi, lekin programmani ko'rinishi hali tugamadi. Endi qaranglar. Mana bu joylari bor bizda. Bu yerda biz o'chirib qo'ygan panel vkladok bor. Qaranglar. Mana bu narsa bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Mana bu narsa bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Mana bu narsa bor bu yerda ham, qayerdadir shu yerda va bu yerda ham bor. Hozircha bizga bu xalaqit beryapti. Mana bu narsa bo'ladi. Bitta shuni o'chiramiz. Va taxlashni boshlaymiz qulay darajada. Hozir tushuntiraman, qaysi darajada qulay bo'ladi. Yonma-yon qo'yib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu joyini ushlaysizlar. Shuni qo'yib chiqishni boshlaysizlar yonma-yon. Zakrepić qiladigan bo'lsanglar, mana o'zgartirib bo'lmaydi. Agar buni qilsanglar, mana bu nima ekan bu? Modelирование mana bu narsa. Bu joyda turaveradi, bu kerak bizga. Undan tashqari mana struktura modeli bor. Ochamiz, обозначениeni yopamiz. Pozitsiyani kattalashtiramiz. Bu yerda nastroyga kirsanglar bo'ladi, xuddi shunaqa boyagidagi pozitsiyadagi. Analiz modeli mana. Analiz modeli bizga bu yerda kerak emas, o'chiramiz. Shifrovание kerak emas, o'chiramiz. Va bu yerda bizga qoldiradiganimiz свойствоsi, shu panel nimasi, parametrlari, bosgan panelimizni mana neaktivniy bo'lsa, umumiysini ko'rsatadi. Bossak, faqat shu bosgan narsamizni anaqasini ko'rsatadi. Parametrlarni ko'rsatadi. Bunda biz balandligi eniga ko'rsak bo'ladi. Chuqurligi mana 16 lik DSP book turibdi. Va vertikali. Nimaga DSP book desanglar, hali material qo'shmaganman bu yerga. Material qo'shib alohida o'tamiz. Shuning uchun hozircha o'zida avtomat birinchi bo'lib chiqadigan material bu DSP book mana. Boshqa material yo'q. Bu yog'iga qolgan parametrlarni учитывать dokumentatsiya. Dokumentni hisoblaymi deyapti, smetada hisoblaymi deyapti. Раскройda hisoblaymi deyapti. Galchka olib tashlasangiz, раскрой qilganingizda mana shu detal chiqmaydi. Bazis chepotni hisoblaymi. Bular hammasida xato turgani yaxshi. Учитывать analiza modeli. Analiz qilayotganimda hisoblaymi deyapti. Aytinglar, bironta narsani sizlar shunchaki qo'yib qo'ydinglar. U sizlarga shunchaki oddiy o'sha DSPdan qo'yib qo'ydinglar, fon qilib ishlatyapsizlar. U narsa sizlarga na раскройda, na boshqa joyda chiqishi kerak emas. Shu yerdan galchkani olib tashlaysizlar va u ertaga ishlab chiqaruvga berganingizda kerak emas, bitta siz fon qilib ishlatgan detal chiqib qolmaydi va ertaga hisob kitobida ham, раскройda ham, chepuvda ham hech qayerda ko'rsatmaydi, smetada ham ko'rsatmaydi uni. Shunchaki ishlatib agar esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, ertaga hammasi tayyorlaganingizdan bitta katta detal chiqib keladi, aytaylik, qayergadir shunchaki ish isbat qilib chizib qo'yganingiz o'zingiz uchun yoki bir
Ani trubani yoki bunaqani hisob kitobini uchun, radiator hisob kitobi uchun shax qo'yib qo'ygansiz. Shu yerdan boshlayman, u yog'iga chizishdi. Mana shu narsa ertaga bizda bo'lgan, chiqib kelgan shunaqa narsalar. Облицовка kromki, mana kromkalash har xil yo'li bor. Mana hozir ba'zi materiallar yo'q, kromka yo'q, shuning uchun kromkada menda xato beryapti. Mana kromka o'zi yo'q degan. Облицовка plastik. Furnitura paz. Pazda ham 0, furnitura 0 bo'pti. Mana hech qanaqa furnitura yo'q. Paz ya'ni chizuvlar bermaganmiz, podсветка uchun va hokazo boshqa narsa uchun. Пользовательский qanaqa настройкаларimiz o'zimizning yo'q. Zametka berib qo'ysak bo'ladi. Zametka ertaga nima uchun mana shu narsani chizganingiz. Oynani uchga bo'lib yopishtiramiz. Ya'ni zametkasi bor. Bu ertaga umumiy chiqarganingizda detallar chiqadi, zametkasini bor yonida yoziladi. Ya'ni shunga yoki buni roverga beramiz. Har xil vaziyat bo'ladi. Misol uchun mashina o'zidan qatidandir rover ochib yuboradigan joyi bor. O'shani chizib qo'ygansizlar va zametkada ham berib qo'ydinglar. O'shani parametrini. Etmagunimcha ochmay tursin deb yozib qo'ygansizlar. Misol uchun etmagunimcha ochmay turadi roverda. Shunaqa narsa. Davom etamiz. Qaranglar, tepa bloklarni hammasini keltirdik. Men bu nimaligini hali ham tushuna olmadim. Bu birinchi to'ldirib chiqamiz. Hozircha mana shu turishi yaxshi. Chunki bu hali o'sadi bu yoqqa. Ishlatadigan har xil narsalarimiz bor. Misol mana qaranglar. Ko'rdingizmi o'sishni? Mana shakli paydo bo'ldi. Boyagi shagimiz mana 5105 turibdi, ko'rasizlar. Endi buni ham nastroyka qildim. Mana bu narsani ham tepadan pastdan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sverxu, mana tepada paydo bo'ldi. Men shunaqa ishlataman tepada, qulay menga. Men bitta akoshkalarim ochib turadi va undan boshqasiga o'tib turaman. Endi tushuntirib chiqadigan bo'lsak, mana boyagi avtosaqlanение 100 tagacha deganimiz, buni bundan olamiz, tozalab olsak ham bo'ladi. Bo'ldi, top-toza bo'ldi. Davom etamiz 14-qadamdan. Bilasizlar? Va fragment 2 da fragmentlar, mana ko'rdinglarmi, boyagi fragment popkani ochdi, boshqa popkani ochmaydi, faqat shu popkani ochadi. Fragmentda tekstura desa, tekstura popkani ochadi. Mana o'zimiz boya ochgan popkalar. Fragment va hokazo. Xullas, bizga kerak bo'ladi qoldiradigan narsalarimiz: istoriya, обозреватель faylov, struktura modeli, свойства. Agar bular yo'q bo'lsa, mana bundan ochasizlar. Tak, instrumentlar mana. Struktura modeli mana bu narsa. Свойства элементов tagidagi. Обозреватель faylov mana bu narsa. Istoriya modeli mana bu narsa. Istoriya modelini pastga tushiramiz va buni kattalashtiramiz. Bundan tashqari bizga ora-chorada kerak bo'ladigan narsa bibliotekar kerak bo'ladi. Bibliotekarni biz bu tarafga olib o'tib qo'yamiz. Buni kerak emas payt kichkina qilib qo'yamiz. Buni hali tushunasizlar nimaga ishlatilishini. Biz o'sha chertyoj qilayotganimiz boshqada, chertyoj bibliotekasi shu yerda ko'rinadi. Va bizga bundan tashqari shifrovaniyalar shart emas, ishlatmaymiz, demonstratsiyalar shart emas, boya o'chirib qo'ydik. Redaktor faylov ham kerak emas. Tushunishingiz uchun. Mana bu narsa, bu shundoq ham bor. Bu narsa mana bu turibdi mana. Shundoq ham bu bor qizida. Ha, bir boshida endi boshlab yuradigan bo'lsak, qaranglar, butun hammasini qilib oldik. Mana shifrovaniya ham bor, hammasi bor. Mana pastda ham joy bizda bemalol, katta ekranda ishlayotganimiz uchun. Agar kichkinaroq ekranda bo'ladigan bo'lsangiz, qaysidir qismini pastga o'tkazsangiz, shu qatori to'ldiradigan bo'lsangiz, yana ham ekraningiz kattalashadi. Katta kichkinasini qilamiz. Mana. Bu yerda yana qaranglar. Nimalarni ko'rsating, nimalarni ko'rsatmaydigan joylar hamma narsada bizda galishga turibdi. To'g'rimi? Невидимые объекты, видимые объекты. Mana bu yoqqa bizda hozir настройкасы o'tdi. Bu yerda yana bizda popkalar bo'yicha sвернуть все, sвернуть, развернуть bu popka qilganimizdan keyin ochishimiz, yopishimizga kerak bo'ladi. Bu yoqdagi knopka bizda o'sha boyaga pozitsiya qo'yadigan knopkamiz. Bu olib tashlaydigan knopkamiz. Bu pozitsiyani avtomat o'zi qo'yadigan. Bu donalar pozitsiya qo'yamiz, bu avtomat o'zi qo'yadi. Расстановка позиции заново. Boshqatdan qo'yib chiqish. Ya'ni nimadir detal qo'shdingiz, bosib yuborasiz, yengitdan pozitsiya qo'yib yuboradi.
ploskiy rejim. Mana hech qanaqa popkani ham, boshqani ham ajratib o'tirmaydi, iyerarxiya bo'lmaydi. Buni bossanglar iyerarxiya bo'ladi mana. Gabaritni ramkani o'chirib qo'yapti, ploskiy rejim. Ketma-ket ketaveradi. Popkan ham, boshqa ham bilmaysiz nima qaysi popkan ichida turibdi, nima qilyapti. Buni bosib qo'ysangiz ko'rsatadi. O'zingiz qulay variantda ishlataverasizlar. Yo'q, mana svойстволар. Shu bilan bu darsni ham tugatamiz. Keyingi darsda umumiy interfays to'g'risida o'tamiz. Menimcha hozir nastroyka hammasini o'tdik, moslashlarning hammasini o'tdik, o'zimiz uchun bo'lgan va bu yerda закрепить qilib qo'yasiz. Ertaga survormasligingiz uchun o'zingiz qayerqadir bunday xato bilan survormasligingiz uchun mana shu закрепить knopkasini bosib qo'yasiz. Shu bilan interfays o'tdik. Endi bundan keyingi darsga o'tamiz.